19 yoshimda turmushga chiqdim. 1 yil xo'jayinim bilan yashadim. Bitta farzandim bor edi, qizcham. Yetishmovchilikdanmi bilmayman, hayotim o'xshamadi. Keyin dugonalarim bilan qiziqib Turkiyaga ketdim. 2020-yil Turkiya davlatiga bordim. Yaxshigina pul ishladim yerda. Farzandimga jo'natib turdim, onamga. O'zim bilan o'zim hayot tashvishlari bilan bo'lib yuraverdim. Yerda bir inson bilan tanishdim. Ozgina muddat yashadik. 4 yildan keyin O'zbekistonga keldim. Keldim-u, lekin o'zimga dard topib ketman o'zim bilan birga. Avvaliga Turkiyadan kelganimdan keyin badanimda kuchli og'riq bo'ldi. Isitmam tushmadi. Juda kuchli og'riqlar boshdan kechirdim. Men oddiy gripp, shunchalik qiynalyapman grippda deb o'yladim. Toshmalar toshib boshladi. Ich ketdi, tinmay ichim ketdi. Bu yoqqa kelgandan keyin oilaviy shifokorimiz, o'sha patronaj hamshiralar spidga qon topshiring deb 2-3 marta kelavergandan keyin qon topshirdim. 2 marta topshirdim. Keyin spid markaziga jo'natishdi. Qonim yaxshi chiqmagan ekan, qonimda spid virusi bor ekan. Juda ham yomon holatga tushdim. Nima ish qilganimni, hayotim birin-ketin ko'z oldimdan o'tdi. Yolg'iz qizimni qanday qilib katta qilaman, ertaga qanday turmushga beraman bu nom bilan deb rosa siqilib qoldim. Hayolimda xuddi yonimdagi hamma meni spid deb menga yaqinlashmayotgandek tuyuldi. Odamovi bo'lib boshladi. Hayotda suyanib qolgan faqat qizimni o'ylaydigan bo'ldim. Lekin kechda vaqt yutqizdim. Pul topyapman deb yuraveribman, har xil o'yin kulga berilibman, sog'lig'imni o'ylamabman. Dorilarni boshda ichmadim. Doktorlar bilan ham kelisha olmadim. Ular sog'lig'imni o'ylab menga tabletkalar tavsiya qilishdi. Qon topshir kelib deb telefon qilib chaqirishardi. Uyimgacha borishdi. Qon topshir, tabletka ich deb. Uyimga borganda yomon ko'rdim, nima meni uyimga kelishadi. Tabletka ich deb ular meni o'ylashgan ekan markazda. Vrachlari men sog'lig'imni o'ylashgan ekan. Mana endi dori ichishni boshladim. Endi yana oldingidek sog'lom bo'lishni boshlayapman. Xudoga shukr, dorilar endi ta'sir qilyapti. Kasallik o'zini sekin-sekin namoyon qilgandan keyin odam juda ham tushkun holatga tushib qolar ekan. Haligacha markazga kelsam, birov ko'rib qolmasin deb qo'rqaman. Qo'rqib bironta tanish ko'rib qolmasin deb juda ham cho'chiyman. Bu kundek dushmanimga ham ravo ko'rmayman. Balki o'zimni qo'limda bo'lganmi o'sha payt sog'lig'imni ushlab qolish. Endi kim qayerdan yuqtirganman uni Alloh biladi. Lekin o'zimni aybdor ekanligimni ham bilaman. O'sha chetga chiqayotgan ayollarga, qizlarga, yigitlarga tavsiya qilardimki, ehtiyot bo'lsin. 2 so'm pul topaman deb sog'lig'ini, shirin hayotini buzmasin.